ikkala jamoa a'zolarini kutib olamiz. Hech bir jamoa uchun bu chempionatda oson bo'layotgani yo'q. Har bir o'yin o'ziga xos. Surxondaryoga katta futbol qaytib tomosha qilib boradi. Uchrashuv oldidan fan klub muxlislar sevimli jamoalarni mana shu tarzda, shunga o'xshash tarzda qo'llab-quvvatlab boryapti. Kech jamoasini qo'llab-quvvatlashni boshlab yubordi. A'lo darajada o'tkazadi. Zo'r o'ynab o'tkazgan o'yinlar ko'p. Bahor esa havoda kurash kechadi, to'p yuqoridan yetkazib berildi va himoyachi qaytardi bu safar. Qaytgan to'p yana sariqlarda va ular hujumga borayotganda Surxon futbolchilari Sunnatulloh Hamidjonov yuqoridan to'pni yetkazib berdi va hozir jarima maydonchasiga kirib kelinyapti. Pas yo'llandi. Markazga darvoza tomon zarba. Navbahorning hujumini ko'ramiz. Hozir yana mana shunday zarba berdi. Darvozabon Patapov katta qiyinchilik bilan qaytardi. Rostga nomzod bo'lgan futbolchi Ma'sumni yorqin o'tkazayapti. Ruslanbek hozir chamasi 25 metrlarni masofadan o'ng oyog'ida darvozaning uzoq burchagini mo'ljallab juda xavfli standart. Shukron Yo'ldoshev joli devor o'rnatdi. Zarba yo'llandi. Bu aldamchi zarba edi. Kashf etgan o'yinchilardan. Qadrli do'stlar, Surxon vakillari to'pni egallab oldi va 4 himoyachiga qarshi 4 futbolchi Jumayev to'pni qanotga Sunnatullohga yetkazib berdi. Zarba yo'llandi. Hamidjonovning zarbasini darvozabon bartaraf etyapti. Juda xavfli zarba bo'ldi. Xo'sh. Darvozabon qaytargandan keyin ham to'p darvoza to'siniga tegib maydon tashqarisiga chiqib ketgan ekan. Mana shu zarbaga kuch bag'ishlay oldi. Sunnatulloh kuchli tepdi. Shukron Yo'ldoshev Muhamedov yetib. Hisobda. Hozir zarba ozgina qoldi. Po'latxo'ja Qoldirxonovning zarbasi salgina nonib ketdi. Qo'shib olganini Ma'sum oldi. 4 ta legionerni ham maydonga tashladi. Shan hozir esa gol! Lekin hakam bayrog'ini ko'tardi. Bu yerda gol bekor qilinmoqda do'stlar. Hozir ko'rib olamiz hammasini. O'yindan tashqari holat deb baholayapti. Ha do'stlar, pas bergan o'yinchida o'yindan tashqari holat bor ekan. Uyda o'ynayotganligi uchun ko'proq hujumga borishga harakat qilib ko'rmoqda. Jumayev to'pni tashladi. Zarba darvozabon o'z o'rnida. Milov oldinroqqa to'pni oshirdi Jumayev, lekin to'p qaytdi. Jumayev tepdi. Darvozabon to'pni qo'ldan chiqarib yubordi. Yana bir urinish va akrobatik zarbalar seriyasini ko'rib oldik va Jumayev so'nggi epizodda yaxshi o'ynadi. Uni tarbiyalagan murabbiylarga bor. O'yinni his etishi bor. Mana bu zarbani darvozabon qaytardi. Keyin Sunnatullohning mana bu urinishi va mana bu yerda oyog'iga tushmadi. Rash bo'ladi hozir. To'p yuqoridan to'g'ri darvozaga borib tushiga ozgina qoldi. Xavfli bo'ldi. Hakam esa jamoalarini tanaffusga taklif etdi. O'ylaymizki, ular ikkinchi taymda gollar ham urishadi. Navbahor muxlislari ham shu yerda ikkinchi bo'lim boshlandi. Yaxshi taym ko'rdik, quvnoq futbol ko'rdik. To'pni oldinroqqa yetkazdi, himoyachi to'pni qaytardi markazda. Tursunov to'pni yetkazib beryapti. Surxon vakillari jarima maydonchasi tomon kirib borishyapti. Zarba yo'llandi, nonib ketdi. Surxonda Abdug'ofur Haydarov tushyapti. Jiyani tezlik namoyish etdi. Ruslanbekka qarang, tezligiga e'tibor bering Jiyanovni. To'pni ko'tardi. Aniq tashladi. Sheriga zarba, darvozabon tashlab yopdi yaqin burchakni. Alisher Odilov ham oldingi formasiga qaytib olsa, u juda zo'r qanot hujumchisi. Jamoalar va buning uchun katta bir hujum guruh ishlayapti, lekin himoyaga jiddiy e'tibor qaratyapti tomonlar. Shuning uchun endi epizodlar muhim, endi o'sha kichik vaziyat muhim. Bu yerda hali Belgiyaga endi o'zi qo'yib qaytardi. Hozir Shohmalik Komilovning zarbasi juda ham
4 ta gol bo'ldi Buxoro Nasaf o'yinida. 3 ta golni Azdarlar urdi, 1 ta golni Buxoro. Paxtakor Neftchi darvozasiga 4 ta to'p kiritdi. Hozir esa Navbahor futbolchilarida gol urishga imkoniyat. Odilov gol va o'yindan tashqari holat deb baholayapti Naim Qosimov bu golni. G'ulomov o'rnida harakat qiladi. Bizga ko'rsatildi ofsayd bor ekan. VAR bo'lgan o'yinda birdaniga hakam bayroq ko'targanligi bu hakamni plyusiga ishlaydi. Keyingi o'yinlar uchun hakam o'z toza o'yin deb baholayapti hakam. Litnyov bordi, unga nisbatan ham foyda buzilmadi deb topildi. Buxor hujumda qarshi hujum. Pas. Odilov, Alisher to'pni egallab oldi. Qarshisida Bekzod Shamsiyev, Alisher Odilov kirib boryapti. Jarima maydonchasi tomon zarba. Xavfli, aniq. Odilov baribir e'tirozlar bildiryapti. U haq. E'tirozlar o'rinli. Mana shu joyda o'zi debdi. Qanday imkoniyat. Hamma ko'pchilik keldi jarima maydonchasiga va mana bunday uzatma. Penalti qo'ydi Naim Qosimov. Shohmalik Komilov va Haydarov duelidan keyin Qosimov penalti nuqtasini ko'rsatdi. Bar ko'rib chiqadi bu. Bu yog'i qanaqa masala? O'zim ko'raman dedi-yu mana. To'p lekin Surxon o'yinchisi mana Haydarov. Oppa! Ya. Bilmadim. Meni fikrim do'stlar. Mana. Oyog'ini olib qochishga harakat qildi. O'zi yaqinlashib qolgandi, kontakt borligini his etdi-yu, Komilov yiqitmaslik uchun olib qochishga harakat qildi. Haydarov ishlashga ham intildi. Va havoda chizdi va penalti qo'ydi. 84-daqiqa do'stlar. Xo'sh, zarba yo'llandi. Darvozabon to'pni ushlab oldi do'stlar. Shukron Yo'ldoshev. Kalisnichenko hozir foydalana olmayapti do'stlar. Zaxiradan tushdi. Kalisnichenko lekin penaltidan gol ura olmadi u. Nimaga endi Kalisnichenko tepyapti, Haydarov emas. Surxon futbolchisini Said-Azamat Mirsayev to'psiz qoldirdi. Sariqlar yana to'pni egallab oldi. Sariq tulporlarning hujumi va gol! Surxon futbolchilari baribir gol urmoqda 87-daqiqada va uchrashuv yakunida ular baqi nuqta qo'ygandir bahsga. Surxonlarni portladi. Mana shunday do'stlar, uchrashuvning oxirgi daqiqalarida Surxon futbolchilari gol urishyapti. Zarbani kim yo'lladi? Takror yo'qan ikkitamiz. Kirill Kalisnichenkomidi. U penaltidan urolmay o'yindan urdimi? Hop. 25 metrlardan berilgan zarba juda ham xavfli edi. Va qoyil do'stlar, penaltidan gol ura olmasligi mumkin, lekin o'yindan gol urib jamoa g'alabasiga hissa qo'shaman degan futbolchi. Kalisnichenko katta sahnaga chiqdi. Qoyil, lekin tezda o'ziga keldi. Mana bu quvonch. Qarang, juda bir irodali futbolchi ekan. Do'stlar, bu sar 13-o'ringa ko'tarildi. Mashal, Qo'qon, Buxoro va Paxtakor bilan ochkolarni tenglashtirib oladi. Hop. Qizilmas sariq ko'rsatdi. Har bir turda so'nggi daqiqalar qanday o'tyapti? Kecha Dinamo oxirida qanday urib ketdi? Hozir Patapov. Pedro Augusto hozir zarba berdi. Pedroning mana bu zarbasini Patapov ushlab oldi. 5 daqiqacha qo'shildi. Andijon Dinamo. Surxon vakillari Haydarov darvozabon oldinga chiqib ketganligini ko'rib, darvoza tomon to'pni tepdi. Shukron Yo'ldoshev qaytib olishga ulgurdi. To'pni oldinga yetkazdi va shu pallada Naim Qosimov o'yinni yakunlab beruvchi qushdagini chaldi do'stlar. Surxon mamlakat grandlaridan birini mag'lub etdi.